Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan Karol Gaming. Bugungi videomizda PUBG Mobile'da birinchi video akkaunt ochish va biz u akkauntni keyinchalik sekin-sekin kuchaytirib boramiz. Bo'lmasam akkaunt ochishdan boshlab yubordik. Mana akkauntga kirib oldi. Endi sekin mashg'ulotga kirib olamiz. Tez-tezda bajarib chiqamiz. Nikimizni YouTube bilan bir olib olamiz. Karol Gaming. O'zbekiston bayrog'i. Buni bemalol o'zgartirib olamiz. Qani bo'lmasa, bismillah ketdik. Nick 524 779 40 565. Yükseliş paket bor. Yüzü sotib olganga beradigan ketib qolgan ekan. Account default. Qarasam, yuzida solib olamiz. Birinchi buldropga kirib, withdraw ID'ni kiritamiz. ID 60 Oldi chiqaramiz. Buni endi Midas Bay'dan ro'yxatdan o'tkazib olamiz. Red Savage. ID. Bitta terishimiz kerak ekan. 524 779. Qirq 565. 565. Qani bo'ldi, endi sekin bunga обмен kodi. Qani отправить. Mana 100 tushdi. Boshlanishiga 60. Nimalardir berish kerakmi? Endi ketamiz. Давай.
akkauntda birinchi ochilgan ruletkadagi spindagi narsalar uchun. Bir garantni orqasiga qo'yadigan stol deydimi, shunaqasi tushdi. Xudo xolasa bu yerlarda ham ochamiz. Endi 1 2 3 4 5 6 degan. Kerak ekan. 1 o'tib ketdi. 2 uchinchisi 1 2 1 2 3 ketdi. Ketdi. Oxirgi pejimiz. Çalışmadı. Men bilan birga o'ynamoqchi bo'lsanglar, shu IDga друзья tashlayverasizlar. Nick ham ko'rinmas narsalar qo'shilmadi. Katta harfda Karol, keyin bitta G katta G gaming deb yozsalar chiqadi. Bo'ldi, qiladigan boshqa ish qolmadi menimcha. Bu yerda mana O'zbekiston aytadi. Bo'rilar. Masjidlardan ham iloji boricha shu keys yurgishimiz kerak. 33 kun ichida 800 ta yorib turib, mana shuni olish kerak. Mo'larni uyimizga bularga. Mana shu uchovi 4 350 1150 da kerak ekan. Oho de. Keyin men o'zimni boshqa PUBG akkauntlarim haqida gapirib bermoqchiman. Bu meni asosiy akkauntim hozirda. Mana X-Costume Ultimate kalla ikkita kalla bor. Va eng keraklisi ikkita moneta bor. Mana shuni 3 ta qilib olishim kerak. Buni olishim kerak. Asosiy maqsad bu emas menda. Hozirda asosiy maqsadim, короче, men sizlarga o'zimni hamma akkauntimni ko'rsatmoqchiman. Mana 71 level, mana kimning ID. Meni eng birinchi akkauntim bu, eng qimmat 146 777 no. Meni eng qimmat akkauntim, eng ko'p o'ynagan akkauntim mana shu bo'ladi. Buni ham YouTube'ga video olganman. Florismi? Mana shuni ochib video qilganman.
Ularcha unaqa qiziqish bo'lmagan u payt. Mana anchadan beri yotibdi. Bu meni eng qimmat akkauntim. Infernoda'da ham bir zamonlar tushirganman. Shu eng sezonlarda. Uni o'zim 6 qilganman, sotganimdan keyin 7 qilishgan. Keyin yana bitta akkauntim bor. Bu akkaunt Lednisi 5ligida sotgan, 4ligida sotgan, 5ligida sotganman. Buni ham ancha bo'ldi, o'ynamayapti shekilli. Umuman RP ham ochmabmiz. Bu meni ham normalniy zavolgan akkauntim. Birinchi mana shu akkauntni zavolgan. Keyingi akkaunt bu akkauntga juda ko'pchiliklar og'zini ochib tashlagan akkauntim shu bo'ladi. Yangi ochib turib, sirraz 406 tushirganman. Olganman, keyin 30 level akkauntda, mash 30 level akkauntda bu 4 qilganman. Keyin bu odam voy deb turardi. Keyingi akkaunt bu narigi akkauntda, ash Prime akkauntda chopilib qo'yganman. 700 mingga sotganman, sotgan akkauntimni topa olmay qo'yganman, sotgan odamni. Uni NATO Mayor bu ham meniki, xudo xohlasa, bunga ham chopilganman. 450 mingga sotib olganman. Pulni bermay surib olgan. Keyin eng akkauntlarimdan ham mana bu akkauntni o'zim kuchaytirganman. Brigadkalarni 416 ni o'zim tushirib 5 qilganman. Hozir 6 qilib qo'yibdi. Kallasi yo'q ekan. Mana yaqinda o'ynab yurgan akkauntim, mana ko'rsanglar bo'ladi, Karol deb yozib qo'yganman. Bu akkauntni bitta o'rtog'imga sotganman. U bitta akkauntga ayirboshlagan. Ikkovini ham res qo'ygan, keyin chopilib qolib ketgan. Ular bu ham meni eng yaxshi ko'rgan akkauntlarimdan. Mana shu Insta Sohibov degani bilan eng yaxshi ko'rganim akkauntim mana shu. O'ta katta mehr, o'ta katta mablag'. Rosa kirgan akkauntlar shunday. Hozirda bu akkauntdaman. Unaqa ko'p narsa yo'q. Asosan set bor bitta. Mashin bilan kiyib yuraman. Keyin menimcha shular. Mayli bo'lmasam sog' bo'lamiz, sigirlar.